Aziz do'stlar, assalomu alaykum. Barchaga xayrli tong. 2022 yil 27 sentyabr. Farg'ona viloyati Rishton tumani Beshkapa qishlog'idagi shu boshlagan limonxonamizdamiz. Mana bunga ham kelmaganmiz anchadan beri, shuning uchun mana zamburug' bosib, buni kivi kasalligi tushib, mana sizlarga bu kivi zamburug'lik kasallik deganimizni bitta isboti mana shu yerda mana po'palab bosib zamburug' mana o'zining ishini ko'rsatyapti. Shuni maydan kesib olasan. Maydan tepadan, maydan tepadan. Maytursan olamiz. Jo'nat o'ramiz mana. Mana do'stlar, lekin bu o'tganlik degan. O'tganlik ekanmiz mana. Hosil juda ham zo'r bo'lgan, lekin qarovimiz yaxshi bo'lmagan bunga. Mana hosillari juda ham o'zi yaxshi. Kalibrlari ham tuzuk, lekin mana trips uni ham trips chaqqan azizlar. Bizga juda orali masofamiz uzoqlik bo'lyapti. Mana hosillarni ko'rsanglar, hosil juda ham ko'p. Agar mana cho'miltirilish kerak bo'lardi, do'jdeklar. Yaproqlarini qaranglar. Yozgi kunida shuncha mog'or. Yozda bu yashnab turmasa, qishda bu yuvilmaydi bular. Mana yaproqlarni qaranglar, hozir yam-yashil bo'lib turish kerak bo'lgan narsa juda ham avariy holatda. Mana quyosh urgan, tepasida to'rsetkalar yo'q. Hosili ekisi hosili juda ham zo'r. Hosili ko'p juda ham. Mana hatto mana mevalari ham kir bo'lib yotibdi, yuvilmasdan. Mana bu endi bunaqa mog'ordan keyin har xil kasalliklar ko'payaveradi. Lekin kalibrlari yaxshi. Kalibrovkalari mana yaxshi standartda. Lekin juda ham ziyonli obreska ham umuman qilinmabdi. Haliga hoji aytgandek Gollandiyadan kelgan mollar egasini tanimay qolgandek. Masha desam, deb yuborgandek shuni kirib ko'rdik juda ham, lekin buni ko'zimizni tishimizni kavagida saqlagan ko'chatlarimiz edi. Azizlar, buni endi obreskalarni qilish kerak. Obreskalarni qilib agrotexnik choralarni ham vaqtida ko'rib qo'yish kerak. Bunga hozir Anguzal agroservis tarafidan tajriba uchun jo'natilgan dorilarni sepishimiz kerak. Lekin birinchi o'rinda obreskalarni ko'p olish kerak. Mana hosillar juda ham go'zal. Quyosh ham urgan. Erkin aka buni birinchi obreskasini qilib olish kerak. Obreskasini qilib olib, keyin mana agar e'tibor qilsanglar, quyosh urgan buni juda ham yaroqsiz holatga keltirib yuborgan quyosh hattoki bularni. Endi hamma narsaga ham e'tibor bilan yaxshi bo'ladi. Mana gibridlar ekkanmiz. Hatto gibridlarda ham mana quyosh urib yuborgan. Mana apeleniya uchun ekilgan gibridlar o'tgan ekilgan. Mana juda ham hosil ko'p buni ham. Biz kichkintoy bo'lishiga qaramasdan hosili ko'p. O'sha gibrid atrofidagi limonlarni ko'rsangiz, nimasi ham kalibri ham yaxshi juda. Mana shular ham
urib ketgan. Quyosh urib ketgan bularda ham.